G'ulam Osman efendim, meyada abaytan men bir sualni o'tirib qo'ygandim. Bu savol qayta bir qarindoshimiz tarafidan menga yo'linib, buning javobini ololmay qoldik dedi. Iliq bu siz iliq leksiyalaringizda oldin qaytamliq leksiyalaringiz, ya'ni qo'rqinish xayolligimiz degan leksiyada shu sarxillarimizniki Sharq Turkiston surgunlik hukumatining sepida turmasligi to'g'riliq azroq bir to'xtalib o'tgandingiz. Endi bu nima sababdan ham bu yerda turmaydi deganni bak ishkillab so'zlashning o'rniga mushu sarxillarimizniki surgunlik hukumatga kirgandan keyingi bir ijobiy rolini so'zlab beralamsiz? Bu biraz hatalık bir sual. Hatalık bir sual olavatıdı. Ben onu aldıdı tüzdük koyayım. Ben hükümet kirişini demedim. Umumen bu serhillerimiz müstakillik köz karşıda sabit emez. Eğer yekki birden sorusunuz, müstakillik dep koyuşu mümkün. Çünkü onu bunda uçuk aşkarı inkar kıysa nefret kıladıganlığını bildi. Lekin Elqindar aniq yo'l tanlashga to'g'ri kelgan vaqtida mustaqillik tarafdorlarining sepida emas. Uni bir qancha qitimliq ahvolida burilish nuqtalarida ko'rdik. Shu ma'noda hukumatga to'planishini ko'z tutmadim. Faqat mustaqillik sepida turishini, ko'z qarashini bekitishini, anda lingildimay yoki mujmal qilmay mustaqillik iddiasida sabit bo'lishini umid qildim. Endi bu sarxillarimizdagi ishkilinishning nurg'un murakkab sabablari bo'lishi mumkin. Muhimi ularda mustaqillik irodasining kuchli bo'lmasligi, ishonchisining yo'qligidan deyishga bo'ladi. Buning sabablarini men ilgari ba'zi videolarda analiz qilgandim. Bu sarxillarning dilligini emas, butun Uyg'urlardagi vatanparvarlik masalasi. Vatanparvarliklarning shartlik bo'lishidan manbalanadi bunday ishlar. Ya'ni natijaga ko'zi yetsa qat'iy vatanparvarlardan bo'lgan, natija chiqmaydigandek bo'lsa boshni ichiga tiqib tugilib oladigan. Bunday shartlik vatanparvarlik deganimiz. Men shu vatanparvarlik degan nima degan videoda debdiman buni. Endi vatanparvarlik bir sevgi, bir xil sevgi bu, muhabbat bu. Ya'ni ana vatanga, ana tuproqqa. Bu cho'g'iltib ekkansa, vatanimizning bu tuprog'i millatimizning go'shigidir. Ana quchug'idir bu. Uningga bo'lgan sevgi bu, vatanparvarlik degan. Agar sevgi shartlik bo'lib qolsa, saxtipazlik bo'ladi bu. Sevgi degan shartsiz qurbon berish, shartsiz bag'ishlash. Ben şu videoda shunday sharhladim buni. Bizdeki vatan sevgisi sevdalık derecesinde bo'lishi kerakki, natijani shart qilmasligi kerak. Natija bo'lsin, bo'lmasin, bu milliy ornamus masalasida qahramonlarcha o'lishga bel bog'laydigan niyat bo'lmoqcha, bu xil shartlik vatanparvarlik bilan qat'iy va o'ngmas mustaqillik irodasi kelish mumkin emas. O halda yardım beruvchilarning bir ciddi ehtiyoji bo'lmasligi bilan birlashtirilganda bir kim zo'rig'i bizga yordam qilishni xohlamaydi. Bu savolning asli savoliga kelsak, agar sarxillar mustaqillik sepiga kelsa qanday bo'ladi? Hukumatga kelsa emas, mustaqillik sepiga kelsa qanday bo'ladi? Gap yo'q bunda. Gül üstüge gül degandek bir vaziyatga kelamiz. Hech qanday yordamsizmi? Xalqaro sahnada sharoit yaratmagan ishlarimiz. Mush hozirgi tashqi dunyoda qiyg'iniladigan ishlar bormi? Biz yurishib ketadi degan. U holda xuddi yugongning taqni yetkash irodasi Xudoni ta'sirlantirgandek natija ko'rishi mumkin. Rahmat qilamiz Osman efendim. Vaqtimi birga berib qapti. Miyada mındaq bir bugun tuyuqsizlamimiz ayron qoldirdigan tuni gündən boshlab bir to'plada bir uchurni topshirib oldik hammamiz. Ya'ni bugun Turkiyada, Istanbulda shu
bir faoliyat o'tkazildi Surgundagi hukumat tarafidan. Mushu faoliyat to'g'riliq bir qisqacha xabar berib o'tasizmi? Chunki nurg'un kishilar buni nima bo'lib ketganligini bilmadi balkim. O'sha yerda bir so'zlab bergan bo'lsangiz. Bu Xitoy javlat başlarını xalqaro jinoiy ishlar sotiga berish masalasi haqida Turkiyadagi qarindoshlarga tushuncha berish uchun toplangan bir muxbirlarni kutib olishdi. Buningda asosligi Rodney Dixon degan bizning asosiy advokatimiz bu jarayonni tanishtirdi. Andın Türklerden halis volunteer advokatlardan biri Türkçe sözler bu izahat yürüdü. Bu izahat beriş, bu tushuncha beriş bir züruriyetga aylanib qoldi bilsizlar. Bu haqda bek ko'p yüksek so'z tarqatdi ba'zilar. O'zininkini asosiy diqqatni o'zi tarafga tortish uchun suyuqlantirishlarni elib bordi ve bu sot hakkında bazı iftiralarni, töhmetlerini, yalgın haberlerini tarqatdi. Hatta hele yoğun yüzünü qaltis çağlaydigan lider mevqiyasidagilarni hiç qizarmasdan bu red qilindi dedi umutsuzlik bilan. Onun için xalqimizda bek egizpas tushunchalar paydo bo'ldi. Bo'libmi? Bu Türkiye sirtidagilar bir qadar tushuncha hosil qildi. Aytganlarda o advokatlar bir qator tushuncha bergan bu sirtdagilarga. Endi bizning asosliq aholimiz, diaspora aholimizning asosiy qismi Turkiyada yashayotganligi uchun Turkiya hamon bu ishning sirtida qoldi. Üzümlerinin xabarimi var. Jiq ishlarda Türkiye arkada qelyapti. En ko'p nüfusumuz bo'lgan yer bu hareketlerde en pasif bir meydanda. Aslında Türkiye lokomotiv o'rinda turib kelayotgan 50 yillik davada faqat Türkiye'de bir dava baribdi. Gerçi bu dava bir izli muqim cho'klayotgan yog'inchoq qatqandek cho'klaydigan bo'lib qolgan bo'lsa-mu, boshqa tashqi dunyoda yo'q, faqat Turkiyada bor. Bugungi kun kelganda Turkiya pasportini chiqib qoldi. O kadar ko'p Sharq Turkistonlik yashayotgan bir davlatda bunday bo'lishi bizni bir qayg'uga soladi. Hatto mustaqillik tarafdorlarimi bek ovozini yuksaltolmaydi Turkiyada. Mustaqillik mazmunidagi lozungini ko'tarib, başkalarının lozung namoyishiga qatnashsangiz, namoyish tashkillovchilar tarafidan haydab chiqarilasiz Turkiyada. Aşağılık medyalarni yoqtiryapti ba'zilar, qilayotgan rafunchi namoyishlar bor. Aşağıya mustaqilchilar chiqolmaydi, o'zining lozungisini ko'tarib, bayrog'ini ko'tarib. Yani bunda bir vaziyatga hokim bermasak qat'iy bo'lmaydi. Onun için Türkiye'de biz biraz hareketimizni kuchaytirishni, faoliyatimizni kuchlantirishni zarur deb qaradik. Bu tufaylidan bu ishni shu muxbirlarni kutib olish yig'inidan boshladik va bu tushuncha berish orqali bir harakatning ma'lum darajada unumi bo'lgan bir harakatning ketayotganligini u xalq bilsin va mustaqillik deganni deyalaydigan bo'lsin, birlik kelsin, mustaqil deydiganlar degan umidda qilinayotgan bir tushuncha berish yig'ini. Rahmat tushunchangizga. Bundan nurg'un ko'rurmanlarimiz xabardor bo'ldi deb o'ylayman. Mushu endi biz 40 minutdan 45 minut atrofida tugatamiz deyishgan to'q. Eng oxirida bir savol so'ray. Endi mushu bugungi kunligimizda mustaqillik shuari bilan o'tirg'a chiqayotgan yoshlardan kutadiganingiz nima? Chunki hozir haqiqatan ikkinchi qaror bir yoshlar o'tirg'a chiqib mustaqillik shuarini eng voyaga yetkazib vaqiraydiganga kuchayotdi. Ularga deydigan so'zlaringiz bormi? Endi men bir
Kuru gep bilen o'sha yoshga keldik. Gerçekten rastın deydi aşı olsa. Yavaş kılıp itip, o yaşlıdın ümitlerimizni dep ketkedek bir salayet mi kazanmadı. Endi fakat milletimizin enanesi bir kere yanıla cıkrak işten jitkan tarafımız hem de uludun üstün boğanlığı için sakalının kiçkine yüz hatırısı tüpeyildi. Bir ümit bildirişke kiçkine bir salayet badep karab deyimiz bu gapni. Ama bunu hele yoğun bir kakademden iyiz yatırıp tüvendeki ammadın ümit tariqasida düşünüş hata. Biz mi çok farklı ketmeyimiz. Şunu bunu doğru söylemek lazım. Yaşla aldığınlarının savaklarını yekildiş gerek. Benim deydiğinlerimden birisi. Aldığınlarının hatalarını tekrarlaması için bu şart. Şundakla enenevi dava formusuna hatim veriş gerek. Bunu ben mahsus bir videoda da ötken. Davanın fakatla ma'lum hatır günlerde namayiş çıkış, meclis etmeslikini her vakit ise tutup yeni yollarını izleyiş, öz-özüne yetiştirişke ahmiyet veriş, kulak mollısılık udumunu katli taşlaş gerek. Hazır kulak mollısılık bek evicep gitti. Çünkü hazırki tor dünyası, hazırki ammavi matbuat nimeni izdese derhal tordun tapkını ulaştığın ibaret bu evzellik ameliyette bizi hurullaştırıp etti. Çekindirip etti desek mi oldu. Bu insanların sapasını düşürüp atıdı. Onun için bu kulak mollısılık udumunu taşlaş gerek. Çokum köp okuş gerek. Andın teşvikat kısal karamaslık gerek. Bugünkü dünyada, bugünkü müştaşkı dünyada, bugünkü bizim imkaniyetlerimizde kıyıgılı bulduğun asaslık iş şu teşvikat. Şunda oğallık için teşvikat için tutuş. Bu digerlik öz teşvikatımızda, yani yüzümüzden iddiasını bazarı selişten ibaret öz teşvikatımızla emez, karşı teşvikatını bildirmeniş. Yani düşman teşvikatına karşı reddiye veriş, doğrulaş, eniklim verip, halk şekillenmiş ihtimali olan mücmelliklerden sakılmış teşvikatına alayda ahmiyet veriş. Bu cihatta Xitay istihbaratının su astıdan su yugurtuş tipideki teşvikatları karta bek sezgür ve huşar oluş zorur. Bunu ben istihbarat hakkındaki videolarda öttüm. İstihbaratının bu üzge has bir teşvikat sulu var. Su astıdan, saman astıdan su yugurtuş tipide bir teşvikatı var. Bu teşvikatının azduruş gücü nayet zor oldu. Bunda teşvikatlarının kurulmasındaki alaylıklardan biri post kısmıda, yani üstüde, tirisi de bizni hayacanlı salıdığan, kail kılıdığan mezmunlar bolsumu, aslında tegidin çıkıdığan mananın ziyallık ekenligi. Bunu ben şunu misal kılıp birey, yani bu misalını da bunu tılga alsam hem de şu Xitayning teşvikatı mı deyiliş mümkün. Ben onda diyecekçe emas, okşaydıganlıkını dep kılıp atalmış Uygur Sultanı'nın kararnaması aşının okşap yapıyordun. Bu kararname hulası itibarı bilen katliamını bekitkende görünsümü, ameliyette keçirgili olmaydıgan 20 hata. Yani bizge ziyallık ibarla bayanlar var. Bu istihbarat teşvikatları muşnu şeklinde oldu. Onun da bizni hoş kıp koyduğun bazı alametli oldu. Perde üstü yupuk şeklinde. Ama aslında intan ziyallık amıllar oldu. Şunlaşka bu istihbarat teşvikatlarına bek dikkatli olmak lazım. Ve onun tegide halkı ziyan kıldığın amıllar karta geçip taşlaş, reddiye veriş ve toğurlaş edip veriş lazım her zaman. Yana boshqa yoshlarga deydigan so'zingiz bormi?
Oradan qaraganda yaşlarımız bilen biz her günü uçuruşup durgan dep kılıp atırmız. Onda deydiganlarımız bolsa